إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, Muallim Sani negizinde Arap harflerini öğrenmeni devam etamiz. Biz bu derslerimizde de ihlastan Allah rızalığı için originalda şulay bir Qur'anni tutup neçe ingen Arap dilinde oku için öğrenemiz. Nedir Arap iline de barır için tugul şulay bir Araplar bilen de söyleşir için tugul. Yok, her bir harfin ihlas kılından Allah için, Allah rızalığını alayım deyip okup ecir savab alır için. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem нәрсе deydi? Her bir harf için bir izgilik yazıla, o izgiliginde umma tapırlana. Şuna göre de her bir harf okulsa bizge 10 izgilik yazıla. Mesela alif, lam, mim deb aytdik. Şulay bit 10 savab tugul. Alif degende 10 savab, lam degende 10 savab, ham mim degende. Alif, lam, mim deb gene aytsan indi 30 savab. Şuna göre mana shu zo'r savablarını alır için bizge Qur'anni dürüst etip okuy bilirge kerak. Bugungi dersimizde biz tanışırız ya harfi bilen. Ya harfi mana shu shundayroq tushunishul. Amma aning bor narsasi 2 nuqtasi. Ham endi aning figurasi deganda yozuv yavishida bu biz öğrengen ham aning yozuv ravishida biz öğrengen nun şekilde figura bilen mana shulay kela. Amma oxirdan gina mana shu shunday shumishi bor. Ham u 2 nuqtali. Bizning bitim boshida da, o'rtasida da, masalan, agarda t harfi ekan 2 nuqtali bo'lay, shulay bit. Boshi ham o'rtasi, agarda endi 1 nuqtali bo'lsa, u nun harfi bo'lay. Ham shu nuqtalar ustda tugul ekan, ostda ekan, u bizning endi ya harfi bo'lar. Ya yumshoq harflardan, shunga ko'ra biz ani o'qiymiz. Ya, i, yu. Ya, i, yu. Azrak kana endi o'qirga avroq shulay bit. Yu masalan. Ya, i, yu. Ayta kitobga qarag'ali, bilgan so'zlar bormi ekan? Qarag'izali, mana bunda ay deb yozilgan shulay. Ayning ay deganda nuqtasi yo'q. Şöyle Ayya Arap basmasında biz bitini bu Muallim Sani Arap basmasını oqarga öğrete turgan derslik. Bu Muallim Sani çünkü bu bütün znakları degende belgileri Arap basmasına negizlengan. Qozon basmasına ham Arap basmasında nashushi oxirdan ya kelsa, ama 2 nuqtani qo'ymalar odatda. Şuna da mana bunda endi bilsinler için, mana bunda bizning y'ning oxirida 2 nuqtani qo'ymaganlar. Masalan, aymu, zaytu. Zayt moy deb tarjima etilar arab tilidan. Zayt deb aytilsa, u moyga aytilar. Mayt bizning totar so'zi. Mayit. Shulay bit. Zaynu ra'yu fikr. Fikr, ra'yu. Ramyu. Qarag'iz, mana bunda ra'yuda тоже ostida 2 nuqta yo'q. Shulay bit. Ramyu тоже 2 nuqta yo'q. Aytganimcha, arab bosmasida ya-ning agarda ya o'zigina ayrim so'z oxirida kela ekan, aning 2 nuqtasini bir qo'yirga yaratmaylar. Yamanu, Maryamu xotin qiz ismini shulay bit. Mayzaru, Maymanu, Aymanu, Amrayni, Zaytayni, Eymayni, Maytayni. Hozir endi biz tag'inda yaxshiroq. Demak, necha so'z bo'ldi bunda? Zaytu. Moy, shulay zayt, maytu, ya'ni mayit. Ra'yu, ya'ni мысль tarjima etiladi. Ayda o'qig'ali yu. Aymu. Aydagiz. Aymu. Zaytu. Naytu. Zaynu.
Ra'yu kistirtib aytadi shulay bit. Agarda hamza hammaning ustida sakin turar ekan, biz shu hamzali sakinni kistirtib o'qirgan deymiz. Ra'yu, 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 ra'yu. K shekilli tugul, ra'yu. Ramyu, ramyu, ramyu. Yamanu, yamanu, yamanu. Maryamu, maryamu. Qur'onda kelar shulay bit. Maryamu. Nayzaru, nayzaru, nayzaru. Naymanu, naymanu, naymanu. Aymanu, aymanu, aymanu. Amrayni, 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 amrayni. Zaytayni, zaytayni, zaytayni. Aynayni, aynayni, aymayni. Maytayni, 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 maytayni. Hozir bizga shu harflarni daftarimizni olib, boshdan yana o'zingni bir yo'l yozib chiqamiz. Boshida keluvchi yana kitobda ko'rsatilgancha yana bir yo'l yozib chiqamiz. O'rtada ko'rsatilgancha bir yo'l yozib chiqamiz. Ham o'zi oxirida kelganda nuqtasiz yozib chiqamiz. Ham har bir so'zni aymu, zaytu, maytu ham boshqalarni birishar yo'l daftarga yozib chiqamiz. Ham shu harfni tirishamiz hozir videoni pauzaga qo'yib, ishlarga o'qib qararga o'zi bizga. Ham endi 15, 20, 30 taqir ko'paytirib o'qiymiz. Ham oldagi darslarni da, oldagi harflarni da o'qirga unutmaymiz. Alloh subhanahu va taolo barchamizga tavfiq hidayat bersin. Shu darslar bilan Alloh taolo bizni Qur'onni durust etib o'qirga, o'rganishga tavfiq hidayatini nasib eylesin. Subhanakallah va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka va atubu ilayk.